Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, yaxshimisizlar? Mana sizlarni yana ko'rishib turibmiz. Matematiklar. Bugun kema kitobini Mirzo Ulug'bek testlar qismini 8-variantini xudo xohlasa ishlaymiz. Hamma diqqat bilan eshitadi. Juda ham yaxshi savollar berilgan, tartib bilan ko'rsatib ketaveraman. Hamma diqqat qilsa, 182-bet. 182-betni hamma o'chadi va birinchi savolga qaraydi. 182-bet deb yozaylik, mayli endi. 8-variant. 8-variantda birinchi savol qaraymiz. Zo'r misol berilgan. 12 ko'paytirilgan 3 minus 3-si qo'shilgan 3 taqsim 5 ni minus 2-si ayrilgan 1 taqsim 2 ni 0-si. Qiymatni topib bering debdi. Demak, bu misol ishlashim uchun nima ish qilishim kerak? Hamma diqqat qilsin shogirdlar. Bitta narsa bor. Har qanday mana minus sonni bor-ku, minus yo'qotish uchun 1 taqsim qilib olish kerak. Ya'ni buni tushuntirishim uchun men bu yerda bir formulacha yozaman. Qaranglar. A ni minus n-si degani qaylar? Har qanday sonni minus n-chi darajasi degani, buni 1 taqsim A ni n-si deb yozib olsak bo'lar ekan. Tushunaylikmi? Flash ko'rinyapti. A ni minus n-si degani buni 1 taqsim A ni n-si deb yozib olsak bo'lar ekan. Agar kasrli son berilsa, A taqsim B ni minus n-si desa, minus yo'qotish uchun B taqsim A ni n-si qilar ekanmiz. Qaranglar. Mana bu yerdagi minus, mana kasr joyi o'zgargani evaziga minus yo'qolib ketdi. Mana bu yerdagi minus qanaqa yo'qoldi? 1 taqsim bo'lganligi uchun. Demak, yoza olsam 12 ko'paytirilgan 1 taqsim 3 da 3-si mana formuladan foydalandim. Qo'shilgan teskarisi o'girilsa 5 taqsim 3 ni 2-si. Har qanday son 0-si 1 ga teng, ayrilgan 1 teng. Mana bu 12 ko'paytirilgan 1 taqsim 27 qo'shilgan 25 taqsim 9. Chunki bu kvadrat ham 5 ga ham 3 ga tegishli, ayrilgan 1. 3 ga bo'linglar. 3 ga bo'lsam 9 tadan 3 ga bo'lsam 4 tadan. 4 kara 1. 4 taqsim 9 qo'shilgan 25 taqsim 9 ayrilgan 1. 9 tadan umuman beraman. 4 qo'shilgan 25 ayrilgan 9 taqsim 9. 29 9 ga ayirsam 20 taqsim 9 bu degani 2 taqsim 9. Mana shunaqa ishlash kerak edi. Keyingi savolni ko'ramiz. Keyingi savolni qaranglar, matematiklar. Ikkinchi misolimiz ham juda ham yaxshi savol. 1003 ko'paytirilgan 2011 ayrilgan 1002 taqsim deb olaman bo'lishda. 1009 qo'shilgan 2011 ko'paytirilgan 1002. Demak, bu misolni yechishim uchun nima ish qilishim kerak ekan? E'tibor beradigan bo'lsak nima ish qilamiz? Xo'sh, mana bunaqa ish qilamiz. Bunga o'xshagan misol ishladik. Mana bu narsani borki, men mana bunaqa olaman qayda. 1002 plus 1 deyman, ko'paytirilgan 2011 deyman. Ayrilgan 1002 deyman. Taqsim deyman. 1009 plusdan 2011 ko'paytirilgan 1002 deyman. Demak, yozsam bunga ko'paytirsam 2011 deyman. 2011 ko'paytirilgan 1002 plus bunga ko'paytirsam nima bo'ladi? 2011 ayrilgan 1002 taqsim 1009 plusdan 2011 ko'paytirilgan 1002. Demak, yozsam. Xo'sh, menga aytinglarchi, 2011 dedim, ko'paytirilgan 1002 dedim, qo'shilgan bundan buni ayrsam 1009 qolar ekan. Taqsim. Xo'sh, sen ham oldinga yozilib ol dedim. 2011 ko'paytirilgan 1002 plus 1009. Qisqarib ketar ekanda ikkalasi bir xil narsa bo'lganligi uchun bir javob. Mana shuni hisob qilish kerak edi. Toskani o'chirib keyingi savollar ko'ramiz. Demak, 3-savol ishlar ekanmiz. 3-savolni avval ishlagan edik. Yana ko'rsataman. X taqsim 2 qo'shilgan x taqsim 6 qo'shilgan x taqsim 20 qo'shilgan x taqsim 30
qo'shilgan x taqsim 42 qo'shilgan x taqsim 56 teng 1 ayrilgan x taqsim 8. Xo'sh, bu misol ishlashim uchun nima ish qilishimiz kerak? Bu misol ishlashim uchun avval x larni tashqariga chiqarib olaman. Ichkarida 1 taqsim 2, 1 taqsim 6, 1 taqsim 20, 1 taqsim 30, 1 taqsim 42, 1 taqsim 56 qavs o'paman teng. Xo'sh, 8 dan 10 qilib bersam 8 ayrilgan x taqsim 8. Xo'sh, x ko'paytirilgan, o'rtada ko'paytirish bor-da. 1 taqsim 1 ko'paytirilgan 2 plus 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 3 plus 1 taqsim 4 ko'paytirilgan 5. To'g'rimi? Plus 1 taqsim 5 ko'paytirilgan 6 plus 1 taqsim 6 ko'paytirilgan 7 plus 1 taqsim 7 ko'paytirilgan 8 teng 8 ayrilgan x taqsim 8. Endi savol. Bunaqa misol ishlagan vaqtda x ko'paytirilgan qavsda o'rtasidagi farq yozilar-da. Lekin o'rtasidagi farq birligi uchun faqatgina boshini olamiz. Oxirini ayirarmidik? Ya'ni 1 taqsim 1 dan ayirardik 1 taqsim 8 ni. Teng 8 ayrilgan x taqsim 8. 8 dan beraman. X ko'paytirilgan 8 dan ayirsam 1 ni. 7 taqsim 8 teng 8 minus x taqsim 8. Xo'sh, qaranglar. Bu yoqqa 7x bo'ladi-da. 7x taqsim 8 teng 8 minus x taqsim 8. Bu proporsiya, bu yoqqa proporsiya. 8 kere 7x 56x teng 64 ayrilgan 8x. Sen bu yoqqa o't dedim. 56x qo'shilgan 8x teng 64. Xo'sh, 64x teng 64. 64 bilan qisqarib ketsa x teng 1. Keyingi misolni ko'ramiz. Ikki natural sonning yig'indisi 156 ga. Ularning nisbati 5 va 8 ga teng bo'lsa, shu sonlarning kattasini toping. Nisbat deganda 5x, 8x deb yoza olarmidik? Maxsus tuzilgan testlar kitobiga tiqilib ketgan shunaqa savol. To'g'rimi? Demak, nechinchi savol? 4-misolimizda ikkita son berilyapti ekan, to'g'rimi? Ularning nisbati 5x, 8x. Ikkalasini qo'shganimizda necha ekan? 13x teng 156, o'rtada ko'paytirish bor. X teng 156 bo'lingan 13. 12. Bizdan kattasini so'raydigan bo'lsa, bungami? O'rtada ko'paytirish bor. 8 ko'paytirilgan 12. 5-misolimiz. 5-misolimiz nima deyilgan ekan? 5 kg pechenye qadoqlandi. Qadoqlandi degani 5 kg pechenye olib kelinadi-da, salafanlarga hisob tashladi paketlarga. Ama bunisiga 100 gram, bunisiga 300 gram, bunisiga 500 gram qadoqlandi-da. Endi qadoqlandi degan salafanlandi, paketlandi. Pechenyening ikkitasi 3 qismi har bir 500 gramdan bo'lgan 500 gramdan qilib. Demak qarang. 5 kilogram degan avval gramga o'tkazib olamiz. Gram qancha? 5000 gram pechenye bor. Birinchi 5000 ni qancha qismi? 3 taqsim 5 qism topsam 1000, 1000 3 ga ko'paytirsam 3000. Qara. 3000 gramni qanchadan paketlarga solgan? 500 gramli paketga. Nechta paket kerak? 6 ta. Chunki men 3000 gramni 500 gramli paketlarga sop teng taqsimlab chiqdim, to'g'rimi? Demak men 3000 ni bo'laman 500 ga 6 ta paket. Endi aytyapti. Qolgan pechenye qancha qoldi ikkinchisida endi? 3000 ketgan bo'lsa 2000 qoldimi? 2000 ni qanaqa paketlarga soldi? 250 lik paketga solsam 8 ta chiqib kelar ekan, 8 ta paket. Xunuk yozildi-da. 6 va 8 degan javobimiz C javobda bor. Noskan ochib keyingi misollarga qaraymiz. Demak, keyingi savolni ko'ramiz. 6-misolni qarasak. 6-misolda nima deyilgan ekan? Uchburchakning bir tomoni, ikkinchi tomoni 6 cm, uchinchi tomoni 8 cm uzun. Yaxshi. Uchburchak chizish kerak. Nima degan tushunsam? Uchburchak chizamiz Dilnura. Uning bitta tomoni
bitta tomoni 6 cm, bitta tomoni 8 cm uzun desa, mana bu yerda x deb oldim. Mana shuni kuchi, ya'ni mana shuni uzunligi bu x ayrilgan 6, bu x ayrilgan 8. Endi menga tasvirlashni qaranglar. Mana bu bundan 8 cm ga qisqa, bundan 6 cm qisqa. Endi savol o'zingizga berib beringlar-da. Masalan, mana bu 18 bo'lsa, 18 bo'lsa, mana bu necha bilan? 10. Bu 18 bo'lsa, bu necha bilan? 12. Menga aytinglarchi, 12 va 18 orasida farq qancha? 18 va 10 orasidagi farq necha? 8. Mana o'shani topib olish kerak. Endi aytyaptiki, ularning perimetri 52 deyapti. P teng 52 cm. Perimetr degani hammasini qo'shish kerak edimi? X ayrilgan 6 qo'shilgan x qo'shilgan x ayrilgan 8. 52. 1, 2, 3. 3 ta x bor. Ayrilgan 14 teng 52. 3 ta x teng 52 qo'shilgan 14. 3 ta x teng 66. X teng 66 ni bo'laman 3 ga. X teng 22. Yosh shoshma, bizdan qaysinisini so'ragan? Eng kichik tomonni so'ragan. Eng katta tomon necha ekan? 22 ekan. Eng kichigi 22 dan 8 ayringlar. 14. Bu 14, bunisi 16. Eng kichik tomon 14 degan javobimiz A javobda bor. Xo'sh, endi 7-misolga qaraymiz. 7-misolni ishlasam 4 ko'paytirilgan 6 ko'paytirilgan 8 ko'paytirilgan va hokazo 116 ko'paytirilgan 118. Demak, bu son qanaqa raqam bilan tugaydi deyapti? Mana shu ko'paytma qanaqa raqam bilan tugaydi desa, men o'quvchilarga nimani o'rgatganman? Agar sonda 10, 100 yoki 0 bor sonlar qatnashsa, 0 ni olib qo'yamiz deb o'rgatganmanmi? Demak, 8 dagi qanaqa son turibdi? 10 turibdimi? 10 ni 0 ni olib qo'ydimda, misol polni ko'paytirib chiqdim. Oxiriga 0 yozib qo'ydim. Keyingi misolni ishlaymiz. Bir javob. 8-savolimizda shakl berilgan ekan. 8-misolda shakli S teng katta N plus kichkina n taqsim 2 edi. Katta n ning qiymati 3, 4 ta 4 plus 2 taqsim 2 5. Bu 5 chiqar edi tomoni 1 bo'lganda. Tomoni nechi? Demak 5 nima qilamiz endi? S 100 dan topish uchun S 100 5 kere 2 teng 10. B javob. 5 ta ekan a? Nimaga 4 yozdik bo'lsam? 5 bu 6. 6 bo'lgandan keyin 6 kere 2 imiz 12. Ko'rmaganlarga ishlab ketardim. Men ham 4 ta deb o'ylabman. Mana to'g'rilab qo'yamiz. Ha mayli. Aytadi-ku. Ish bor joyda kamchilik bo'ladi. Ish yo'q, kamchilik ham yo'qda. Xo'sh, ketdik. 9-savol. Nargizaning tug'ilgan kunidan boshlab shuncha yanvargacha shuncha kun o'tdi. U nechanchi va qaysi oyda tug'ilgan? Tashlab ketamiz, aylanib olib qo'yinglar. 11-savol ishlaymiz. 9 ketgan bo'lsa 10-savol ishlaymiz. 10-savolga qarasak, 10-savolimizda 7, 1, 2 raqamlarni takrorlanmasdan turib nechta uch xonali sonlar yozish mumkin? Raqamlar takrorlanmasin dedi. To'g'rimi? Raqamlar takrorlanmasin degan bo'lsa, demak uch xonali bo'lgan bo'lsa, 7 7 7 qo'yib bo'lmaydi. 1 1 1 qo'yib bo'lmaydi. Lekin birinchisiga 7 ni, 1 ni, 2 ni xohlagan qo'ya olaman. 3 ta, keyingisiga necha son qoladi? 2 ta, keyingisiga ko'paytirsam 11-savol ishlaymiz. 11-savolda nima deyilgan ekan? Siniq chizig'ining uzunligi 76 cm. Birinchi bo'g'in qolgan bo'g'inlarning har biridan 6 cm qisqa. Shu siniq chiziq necha bo'g'indan iborat? Ketdik. Siniq chizig'ining uzunligi 76 cm. Birinchi bo'g'in 28 cm. Qolgan bo'g'inlar har bir avvalgisidan 6 cm qisqa. Shu siniq chiziq necha bo'g'indan iborat? Demak qaraymiz. Jami o'zi qancha? Jami 76 bo'g'ini santimetr.
Birinchi bo'g'inimiz 28 ketsa 28 ketyapti-ku. 76 ayrilgan 28. Javobni aytinglar menga. 48 mi? 48 santimetr ha? 48 santimetr undan keyingisi bor-ku. O'sha 48 santimetr qoldi-ku, to'g'rimi? Mana tasavvur qilinglar mana. Buni chizdim. Mana bu 28 santimetr ekan. Undan keyingisi bunaqa, 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 bunaqa. Bizda nechta bo'g'indan iborat deyapman? Mana ular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, keyin 8, 9, 10. Masalan, mana bo'g'inlarni so'rayapti-da. Bo'g'in degan tushunasizlarmi? Mana qo'lim tomirda tasavvur qilsang mana. Bitta bo'g'in, ikkita bo'g'in, uchta bo'g'in, to'rtta bo'g'in. Mana birinchi bo'g'in, ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi, beshinchisi, oltinchisi. 28 bu bitta bo'g'inmi? Bizga aytayaptiki, hozir 11-savolda shu siniq chiziq necha bo'g'indan iborat? Endi har bittasini 6 ga kamaytirib boraversak, har bittasini 6 ga kamaytirsam 48 santimetrli bor. 48, 42, 36, 30, 24, 18, 12, 6 bo'ldi. 8 ta bormi? Mana bundan tashqari nechta bor ekan yana? Yana 8 ta bor ekan. Bundan tashqari 8 ta, bu bilan nechta? 9 ta bo'lgan degan javob bormi? Ha? Ha javobmi? Bo'ldi. Hamma tushundimi nima qilganimizda? Qani? Shu siniq chiziq necha bo'g'indan iborat debdi. Yo'q, birinchi bo'g'in 28 cm, qolgan bo'g'inlarning har biri avvalgisidan 6 cm ga qisqa. Yo'q. Noto'g'ri. Noto'g'ri usulda eshitdik. Bo'ldi, tushundim men buni. Qaraymiz. Birinchisi 28 cm bo'lsa, birinchi bo'g'in 28 cm, qolgan bo'g'inlar har biri avvalgisidan 6 cm qisqa. Shu sinfning necha bo'g'indan iborat? Birinchisi necha santimetr? Ikkinchisi shundan 6 ta kam. Uchinchisi shundan yana 6 ta kam. To'rtinchisi shundan yana 6 ta kam. 10. Xo'sh, keyingisi yana 6 ta kam. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ta bo'g'in degan javob bormi? Ha, men bunaqa nazarda tutgan ekanda. Men misol 28 dan olib ishlagan ekanda. Doskani tushirib keyingi savollar ko'ramiz. Demak, keyingi savol ko'rar ekanmiz. 12-misolimiz. 12-misolimizda 327 metr 59 santimetr 22 metr 41 santimetr. Demak, jami necha metr bo'lishini og'zaki hisob kitob qilamiz. Mana bunga buni qo'shib o'yinglar, necha bo'ladi? 349 metr bo'ladi. I plus bunga buni qo'shinglar 100 santimetr yoki 1 metr. 350 metr. 13-savolni o'qinglar. 13-savolda avval ishlamaganmizmi? Lekin siz bizdan bo'ladi so'ra. O'tgan safar Bo'pti, qaraymiz. Xohlaganini topib beramiz, xohlaganini. Demak, 14, 6, 8, 9, 5, S, 6, B, A. Endi qaranglar, mana buni qasd qo'shganimiz necha edi? 28. Buni qasd qo'shganimiz necha edi? Buni qasd qo'shganimiz ham 28 chiqishi uchun sen necha bo'lish kerak? 11, 17. Demak, sen nechaga teng? Sen 17. 6 ga 17 ni qo'shinglar. 23. B necha bo'lish kerak? Buni avval ishlaganligimiz uchun tezroq ishlaylik-da. 14-misolimiz. 70 dan katta barcha ikki xonali sonlar yig'indisi qanday raqam bilan tugaydi? 70 dan katta barcha ikki xonali sonlar yig'indisi deyapti. 71, 72, 73, 74, 98, 99. Nima qilamiz? 71 ga qo'shamiz 99 ni, bo'lamiz 2 ga, ko'paytiramiz. Nechta son borligini topish uchun? 28 mi?
İkisini qo'shsam 160 mi? 170. 172 ga bo'linar. 85. 85 ko'paytirgan 29. Oxirgi raqam topayotgan vaqtda oxirgi raqamlarni paydo qiladi. To'g'rimi? Demak 5 kira 9 oxiri 5 bo'lib tugar ekan. 15-savolni ishlar ekanmiz. X teng 2y bo'lsa x kvadrat qo'shilgan y kvadrat taqsim 2xy. Demak, shu misolni ishlang desa nima qilishimiz kerak? Shu misol ishlatgan vaqtda x men mana shunga tengman deyaptimi? Joyga borib qo'yamiz. Teng. Mana x kvadrat plus y joyiga nima qo'yaman? Uzr. Biz x joyiga buni qo'yishimiz kerak edi-ku. Mana bu joyiga nima qo'yaman? Kvadrati plus y kvadrat taqsim 2x ko'paytirgan 2 x joyiga nima qo'yaman? 2y ko'paytirgan y. Xo'sh. 4y kvadrat qo'shilgan y kvadrat taqsim 4y kvadrat. 5y kvadrat taqsim 4y kvadrat qisqarib ketsa 5 taqsim 4. Bormi javob? O'zgaramiz. Mana bu javobi 1 taqsim 4. 16-savolni ishlaymiz. 16-misolda uylar raqami nechadan nechagacha ekan? 1dan 50 gacha raqamlarni qaranglar. Savolda o'rgatgan edim. 4 raqami necha marta qatnashadi? 4 qatnashgan sonlar nechta? Bizga 4 raqam necha marta qatnashadi desa 44 ta 2 ta olardik, to'g'rimi? 4 qatnashgan sonlar nechta deganda 44 ta bitta 4 olib ketardik. Chunki 44 ta bitta 4 qatnashadi deb hisoblab ketardik-da. Bizga 4 raqam necha marta ishtirok etadi deyapti. 4 raqami qatnashgan sonlarni so'ramayapti. 4 raqam necha marta qatnashadi deyapti. 4, 14, 24, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O'zgan o'chirib keyingi savollarga qaraymiz. Keyingi savol ko'rar ekanmiz. Qani? Keyingi savolimizda kitob 240 betlik debdi. Demak, jami necha betlik kitob? 240 bet. Jami 240 betlik ekan. Jami necha raqam ishlatilgan? N teng so'roq. Demak, formulamiz bor edi. X teng 110 qo'shilgan n taqsim 3. Bu yerda x'imiz betlar soni deymizmi? Jami betlar soni n raqamlar soni. Demak, x joyiga necha qo'yaman? 240 teng 110 qo'shilgan katta n taqsim 3. Proporsiya bo'ladimi 3 bu yerga? Demak, 240 ko'paytirilgan 3 teng n qo'shilgan 110. 740 720 720 teng n qo'shilgan 110. 110 ayirishib o'tsa 720 ayrilgan 110 teng n. 610 teng n. Nechta raqam ishlatildi? 610 ta. Xo'sh. Bir ayol 60 don tuxumni har birini 2 so'mdan sotib, ustiga 25% qo'yib sotmoqchi bo'ldi. 2 so'mdan olib. Demak, qara, 60 tuxumi bor, ha? Mana bunaqa topamiz buni qara. 60 tuxumi bo'lsa, ketib yozaman. 18-misolimiz. Jami qancha tuxum bor? Jami 60 tuxum bor. 60 ta tuxumni har birovini 2 so'mdan sotsa, sotib olsa, necha pul beradi sotib olgan vaqt?
12 ming beradimi? Ha? 600 ni ko'paytirdim 200 ga. 600 ga mana ko'paytsam necha bo'ladi? 12 ming so'mga nima qilib oldi u? 12 mingga tuxum sotib oldi. 600 bo'lib qoldi mana. Ha? 12 ming so'mga tuxum sotib oldi. Endi uni 25% qo'yib sotmoqchi bo'ldi. 25% qo'yish uchun 12 mingni 25% ni topamizda qanday o'rgataman? Eng zo'rishida 12 mingni ko'paytiramiz 25 taqsim 100 ga. Bo'ladimi? Buni bilan buni ko'paytiraman, qisqartiraman, buni bilan buni qisqartiraman. 120 ni 25 ga ko'paysam qancha bo'ladi? 3000. 3000 bo'ladi-da 120 ni 25 ga ko'paytirsak. Endi savol. 12 mingga oldi. U 3000 foyda ko'rmoqchimi? Qarasa tuxumlarning bir nechasi sinib qolibdi. Nima qaranglar? 12 mingga oldi. Ustiga 3000 qo'shinglar. 12 mingga sotib oldi. 3000 qo'shinglar. 15 ming bo'ldi-ku. 15 mingni 60 ga bo'lsam, bitta tuxum narxi kelib chiqadi. Bitta tuxumning narxi 250 so'm. Boshida u 250 so'mdan sotmoqchi ekan. Keyinlar sheyga yaxshilab tushuntiraman. Matematikada sheyga yaxshilab tushuntiraman. Birinchi navbatda 12 ming so'mga tuxum sotib oldi. Abdurahmon 12 ming so'mga tuxum sotib oldi. 25% foyda qo'yapti-ku ustiga. Demak 12 mingga olib 12 mingga sotmaydi-ku. Demak nima qildi u? 3000 so'm ustiga qo'ydida 3000 so'm ustiga qo'yganda uni jam tuxumning narxi qancha bo'ldi? 15 ming bo'ldi, to'g'rimi? Endi 15 mingni shuna 60 ga bo'lamiz-ku. Bitta tuxumning narxi kelib chiqadi. Demak, u boshida 250 so'mdan sotmoqchi edi. 200 so'mdan oldi, 250 so'mdan sotyapti o'sha. 50 so'm qo'yib. Lekin nima bo'libdi? Tuxum sinibdi. Tuxum singanligi uchun butun tuxumning ustiga 40%, singanlarning ustiga 10% qo'yib, mo'ljallangan foydasiga erishdi. Nechta dona tuxum butun qolgan ekan? Bu yoq qiziq bo'ldi-yu. Xush. Qanaqa ishlar ekanmiz hozir 1 minut. Demak, xo'sh, qanaqa ishlar ekanmiz? Matematiklar. Singan tuxum. Bilamizmi nechta ekanligini? Singan tuxumlar bilamizmi nechta ekan? X da. Sinmagan. Sinmagan tuxum qancha? Y da. To'g'rimi? Endi aytinglarchi menga. Singan tuxumni ham, sinmagan tuxumni ham shuni bir-biriga qo'shsam 60 dona chiqishi kerakmi? Singani ham, sinmagani ham bir joyga turibdi. Necha tuxum bor? 60 ta. Demak, men yozsam, qaranglar. X qo'shilgan Y teng 60. Endi savolda singanini necha puldan qancha foyda qilyapti? Foiz bilan 10% da. Sinmagani 40% sotmoqchi. X ko'paytirilgan 10 taqsim 100 plus Y ko'paytirilgan 40 taqsim 100. Necha pul topdi? 15 ming. 15 ming, bari maqsadi 15 ming topishdi. 15 ming. Endi nima qilaman qaranglar. Bitta nol o'chiraman, bitta nol o'chiraman, bitta nol o'chiraman, bitta nol o'chiraman. Qaytadan yozib olaman. X qo'shilgan Y taqsim teng 60. Nima qoldi? X taqsim 10, Y taqsim 10 teng 15 ming bo'ldimi? Mana 4Y aytganchi, 4Y. Endi mana bu 10 ni yo'qotish uchun yana nima qilaman men? 10 ga ko'paytiraman. X qo'shilgan Y teng 60,
x plus 4y teng 150 ming. Mana 150 ming bo'ldi. Endi qancha tuxum singan, qancha tuxum sig'maganini topishimiz uchun nima qilamiz zarmi? Mana buni 4 ga ko'paytiraman. 4 ga ko'paytirsam, xo'sh 4x qo'shilgan necha? 4y teng 240. Qayerda adashdim ekan? Xo'p, bo'pti. X qo'shilgan 4y teng 150 ming. Qayergadir adashdik-da. Hozir ham bir ko'raylik. Demak, shu savol qaytadan ko'radigan bo'ldik. Demak, boshida tuxum sotadigan opani 60 ta tuxum bor edi. Ketdik. Nechinchi savol edi? 18. 18-masalada jami 60 ta tuxum bor edi, to'g'rimi? Jami 60 ta tuxum bor edi. Jami 60 ta tuxumni boshida necha so'mdan sotib oldi? Sotib olishga 200 so'mdan sotib oldimi? Ha? 200 so'mdan sotib oldi. Demak, men 60 ni ko'paytirsam 200 ga 12 ming so'mga nima qilgan u boshida? Sotib olgan. Sot o'zi borganda 12 ming so'm tuxumni olganda endi sotmoqchi bo'lyapti. 200 so'mdan sotib oldi. Qancha pul qo'yib sotmoqchi edi? 25%. Demak, endi o'sha 25% topamiz. 12 mingni ko'paytiraman 25 taqsim 100 ga. Demak, xo'sh. 2 tadan o'chiraman, 2 tadan o'chiraman, 3000 chiqib keladimi? Demak, 12 ming so'mni 25% 3000 bo'lsa, demak men 12 mingga 3000 ni qo'shsam, demak u ko'zlagan rejasiga erishib oladi. Ya'ni u jami tuxumni sotib olib, qissasini shuni pulni sanab ko'rsa, 15 ming pul chiqish kerak edi. Nima degan tushunibsizlarmi bolalar? 12 ming so'mga tuxum oldi, hammasini sotib bo'ldi, sotib bo'lsa sanasa, unda 15 ming pul chiqish kerak edi. Ya'ni 12 ming qo'shilgan 3 ming. Mana bu foydasida. To'g'rimi? Agar 15 ming so'm pul chiqqan bo'lsa, agar men hozir 15 ming so'mni 60 ga bo'laman-ku, bitta tuxumni qanchadan sotishini topa olardik. To'g'rimi? Demak, men 15 mingni 60 ga bo'ldim, 250 so'm chiqdimi? Demak, u 60 tuxumni 200 so'mdan olsa 12 ming pul sarfladi. Keyin 25% foyda qilish uchun u tuxumlar donasini 250 so'mdan sotish kerak edi o'zi aslida. To'g'rimi? 250 so'mdan sotaman dedi, u 15 ming pul bo'ladi deb o'ylaganda. Lekin uni tuxumlar nima bo'lgan ekan? Singan ekan. Singan va sinmaganlari bor ekan. Singanlarni boshqacha narxda, singanlarni boshqacha narxda qilibdimi? Salohida. Endi ketdik. Endi sal misol qiyinroq joyga kelamiz. Singan tuxumlar deyman. Singan tuxum. Singan tuxum nechta? X da bilmaymiz. Sinmagan. Sinmagan tuxum qancha? Singan tuxum X da, sinmagan tuxum Y da. Endi savolda singan tuxumlarga sinmagan tuxumlarni hammasini qo'shsam, singani ham, sinmagani ham bir xilda necha pul chiqish kerak? 12 ming pul chiqish kerakmi? Endi Firdavsga savol beraman. Firdavs, nimaga 12 ming? Nima farqi bor? Singan va sinmaganni baribir hammasini qo'shsam 12 minglik tuxum kelib chiqyapti-ku menga, to'g'rimi? Endi shu tuxumlarni birini 10% bilan, bittasini 40% foyda bilan sotish kerak edimi? Demak, bizda formulamiz bor edi, ha? Formula qanaqa edi? A ko'paytirilgan 1 plus k taqsim 100. Bu foyda oshirish edi. A ko'paytirilgan 1 minus k taqsim 100 nima edi? Kamaytirish edi. Demak, x ni singan tuxumlar necha foiz foyda bilan? 10% foyda bilan. 1 qo'shilgan 10 taqsim 100.
Y ko'paytirilgan 1 plus 40 taqsim 100. Foyda bilan sotib ko'zlagan rejasiga erishdi deyapti. Ko'zlagan rejasi qancha pul edi? 15 ming edi. 15 ming teng 15 ming. Sistema qilamiz. Demak ketdik. X qo'shilgan Y teng 12 ming. Bitta nol o'chiraman, bitta nol o'chiraman. 10 tadan mahraj bersam X ko'paytirilgan nima bo'ladi? 11 taqsim 10 plus bitta nol o'chiraman, bitta nol o'chiraman. 10 tadan mahraj bersam 10 ga 1 ko'paytirsam 10, 4 qo'shsam Y ko'paytirilgan 14 taqsim 10 teng qancha? 15 ming. Mana o'yinlardan qutulib olishim kerak. To'g'ri? Yoki mahrajni mana bunaqa yozib olamizmi? Xo'sh, mana buni o'chirib turaman, bizda joyimiz egallanmasin. Ketdik. X qo'shilgan Y taqsim teng 12 ming. 11 X taqsim 10 plus 14 Y taqsim 10 teng 15 ming. Mahrajlar bir qilsa bitta mahrajni yozib olamiz. X qo'shilgan Y teng 12 ming. Xo'sh. 11x qo'shilgan 14y teng 15 ming. Taqsim 10. 10 daga proporsiya bo'ladimi? Proporsiya bo'lsa, xo'sh, x qo'shilgan y teng 12 ming. 11x qo'shilgan 14y teng 150 ming. Mana qo'y. Endi nima qilaman? Tepani 14 ko'paytiramizmi? Xo'p, bo'pti. 14 ko'paytirsak 14 ko'paytiramiz. 14 ga ko'paytirsam 14x plus 14y teng 140 168 ekan. 168 ming. 11x plus 14y teng 150 ming. Shuni ayirsam 14 y'lar ketadi, bundan buni ayirsam 3x. Qancha? 18 ming. 3 bo'lishib o'tadimi? X teng 6 ming bilan. Demak, jami singan tuxumlar narxi qancha ekan? Jami singan tuxumlar narxi 6 ming bo'lsa, jami singan tuxumlar narxi 6 ming bo'lsa, sinmagan yo'q, mana bunga qo'y, oson. Bunga nima qilamiz? Bu 6 ming bo'lsa, bu qancha bo'lishi kerak? 6 ming. 6 mingga nechta tuxum olgan edi boshida? 6 ming so'mga 30 ta oluvdi. To'g'rimi? Agar men hozir 6 mingni 200 ga bo'lsam, 30 kelib chiqadimi? 30 ta tuxumi singan, qolgan 30 tasi butun bo'lgan. 30 tasini salgina qimmatroq narxda, sinmagani esa vashi kattaroq narxga sotganda, shuning uchun 30 ta singan tuxum bo'lgan. Tushunadimi? Bajavob. O'zi ham rosa o'tkir misol ekan. Harakat qilib yechdik, videoni qayta ko'rib ishlaysizlar kelishdiga. Oskan shu keyingi savollar ko'ramiz. Demak, keyingi misolni boshlar ekanmiz. 19-misolni o'qisak. AB kesimida C va D nuqtalar shunday joylashganki, unda C nuqta va D nuqtalar orasida yotadi. Demak, ketdik. 19-misolni chizmasini chizib ishlashimiz kerak ekan. Chizmasini chizsam mana. Demak, A nuqta mana bu yerda B nuqta, mana bu yerda qanaqadir C nuqta, mana bu yerda qanaqadir D nuqta bor. Demak, aytyapti, bunda C nuqta A va D nuqta orasida yotadi. A si 10 ga teng. 10 cm. C da undan 5 cm uzun. C da bundan 5 cm uzun bo'lsa nima bo'ladi? 15 cm. A da kesmaning uzunligidan C da undan 5 cm uzun, DB esa DB ADdan AD qancha? 25. Shundan 2 marta uzun desa qancha bo'ladi? Jami kesma uzunligini toping deyapti. AB kesma uzunligini qanday topamiz? 10, 15, 50, 75 cm. Demak, 20-savolga o'tamiz. 20-misolga o'tsak. Birinchi bankada 21 kg, 21 taqsim 25 kg murabbo bor. Ikkinchi bankada 17 taqsim 20 kg bor.
Qaysi bankada murabbo ko'proq debdi. Taqqoslashimiz kerak. Yulduz usulidan foydalanarmidik? Buni bu yerga ko'paytiramiz. 21 ko'paytirilgan 20. 21 ko'paytirilgan 20 yulduzcha 25 ko'paytirilgan 17. 420 425 mi? Demak, qaysi katta ekan? Ikkinchi banka. Ajoyib. Keyingi savolni ko'ramiz. 21-savolimiz. Demak, 21-misolimizda qaranglar, qanaqa tushuntiriladi? Bunga o'xshagan ko'p misollar echganmiz. Demak, chizmani mana bunaqa chizib olishimiz kerak ekanda. Mana bu nuqtasi 2 ga turibdi. 2 dan 0 gacha qancha masofa bor? 2. Eshitasizlarmi? 2 dan 0 gacha 2 bor, 0 dan yana 2 gacha 2 bor. Jami nechi? Bu tomon 4 ekan. Mana bu tomon 2. 0 dan 2 gacha 2 masofa bor. Keyin 0 dan 4 gacha 4 masofa bor. Mana. Bundan bungachasi 2, bundan bungachasi 4. 6. Perimetrni toping deyapti. Bu yer 6 bo'lsa, bu yer ham 6, bu yer 4. Va teng 2 ko'paytirilgan qavsda A qo'shilgan B. Va teng 2 ko'paytirilgan 6 qo'shilgan 4. 20. 22-misolda o'zlaring uyga borib fikrlab topasizlar, tushunaylikmi? 23-misolni yechamiz. 23-misolimizda Murodjon yangi mashinada Andijondan Toshkentga 180 km/s tezlikda keldi. Birinchi tezligimiz qancha? 180 km qash bilan keldi, endi soat bilan. Mashina radarga tushib, jarima to'lashga to'g'ri keldi. Keyin u Andijonga 60 tezlik bilan qaytdi. Uning borib kelishi yo'ldagi o'rtacha tezlikni toping. O'rtacha tezlik V2 miz 60 km/s. O'rtacha tezlik, bilasizlarki, o'rta arifmetik qiymat deganda tushuniladi. O'rta arifmetik qiymatdan nechta son qo'shilsa, shunga bo'lamiz, ha? Demak, V o'rtacha tezlik 180 qo'shilgan 60 taqsim 2. 240 taqsim 2. Necha bo'ladi? 120. 120 soatda javob, ha? Demak, mana bunaqa formulasi ham bor edi. Yo'l teng 2 ga bo'linganda yo'l teng 2 ga bo'linsa, bunga o'xshagan savol ishlavdik-da biz. Bo'linsa v o'rtacha tezlik 2 v1 v2 taqsim v1 plus v2. 2 ko'paytirilgan 180 ko'paytirilgan 60 taqsim 180 qo'shilgan 60 teng 2 ko'paytirilgan 180 ko'paytirilgan 60 taqsim 240. 0 o'chiraman, 0 o'chiraman. Buni bilan buni bo'lsam 4, buni bilan buni bo'lsam 45. 2 ni 45 ga ko'paytirsam 90. A javob. Endi savol tug'iladi. Ustoz, A javobmi, D javobmi? Javobimiz A javob. Nimaga A javob? Mana bu o'rtacha tezlik vaqt teng 2 ga bo'linganda bo'ladi. Mana qaranglar. Toshkentga 10 soatda borib kelish mumkin. Misol uchun, endi 10 soatda borib kelish uchun 6 soatda boradi, 4 soatda bu gaz bosib kelish mumkin. Yoki 5 soatda boradi, endi 5 soatda keladi. Faqat vaqt bo'linyaptimi? Lekin yo'l teng 2 ga bo'linsa, eslab qo'yinglar, yo'l teng 2 ga bo'linganda fizikada mana shu formuladan foydalanib topiladi va 90 degan javob chiqadi. Vaqt teng 2 ga bo'lingandagi misol kelib qolsa, mana shu orqali yechamiz. Hozir lekin yo'l teng 2 ga bo'linyapti-da. Borish masofasi bir xilmi? Borib oldi, masofa teng. Qaytdi, yana masofa tengmi? Ikkita borish qaytish masofalar teng-ku. Demak, borish qaytish masofa teng bo'lsa, demak yo'l teng 2 ga bo'linyapti. O'shaning uchun shu formuladan foydalanyapmiz. Agar vaqt teng 2 ga bo'linganda u boshqacha ko'rsatardi. Kelishdik-a?
Hamma ham ko'rsatmaydi bunaqa usulda, tushunaylikmi? Doskani o'chirib keyingi savollarga ko'ramiz. Demak, keyingi savol ko'rar ekanmiz. 24-misolimizda nima ish qilishimiz kerak ekan? Fermer o'z maydonidagi 40 jo'yakni sug'ordi. Bu esa sug'orilmagan jo'yakning shuncha qismini tashkil qiladi. Jami jo'yaklar sonini toping. Zo'r savol. Demak, e'tibor beradigan bo'lsak, sug'ordi. Sug'ordi degan suvlar deganda 40 jo'yak, 40 ta. Qoldi. Qoldi x ta. To'g'rimi? Bilmaymiz-ku. Lekin katakcha chizib olsam, qaranglar. Mana katakcha chizib oldim. Bizga aytayapti, bu esa sug'orilmagan jo'yaklarning 5/8 qismini tashkil qiladi debdi. Demak, 40 ta jo'yak, bu chizma o'xshamas ekan. Bizga aytayapti, qaranglar. 40 ta jo'yak sug'orilmaganni, ya'ni qolganini 5/8 qismi 40 ga teng ekanda. Buni nariga o'tkazsam, x teng 40 bo'lingan 5/8. X teng 40 bo'lingan ko'paytirilgan 8/5. Buni bilan buni qisqartirsam 8, x teng 64. 64 ta nima narsa? Yo'q, qolgan 64 ta. Bizga jami jo'yaklar sonini toping deyapti. 64 ga 40 ta qo'shib qo'yaman. 64 ga 40 ta qo'shinglar. 25-savol ko'ramiz. Xo'sh. Rasmdagi katta kvadratning diagonali bo'ylab 4 ta kvadrat rasmda ko'rsatilgan joylashtirilgan. Agar katta kvadratning perimetri 32 cm bo'lsa, ketdik qaraymiz. Mana katta kvadratning perimetri necha ekan? 32. 32 bo'lishini tomonlar nechadan bo'lish kerak? 8, 8, 8, 8. Qayerdan bildim? Kvadratning perimetri 32 cm deyapti. Perimetr formulasi nima bo'ladi? 4a. Tenglashtirsam 4a teng 32, a teng 32 bo'lingan 4. A teng necha? 8. Endi kvadrat shakldagi mana bunaqa joylashtirilganmi? Mana bunaqa joylashtirib chiqilganmi? Ha? Mana shunaqa joylashtirilgan, ha? Bizga aytayapti, agar katta kvadrat shu bo'lsa, bo'yalgan sohaning yuzini toping. Bo'yalgan sohaning yuzini topishim uchun shogirdlar qarang. Mana bu narsani shu 4 ga bo'linglar. Shu ikkitasini raqamda joylashtirsam, mana ikkasini shuni joylashtirsam, qanchasi bo'sh qoladi? Ya'ni mana bunaqa bo'lib qoladimi shaklki? Mana bu joyi bo'yalib, qolgani qolib ketadimi? Bizdan shu qolganini so'rayapti. Jami 8 bo'lsa, qarang, jami 8, bu yoq 8. Yarimi bu 4, 4. Kattasi yuzini topinglar, s kvadrat yuzi. 8 kare 8. 64. Bunisini topinglar. S teng 4 kare 4. 16. Bizdan qolganini, bo'yalgan so'rayapti-da. Hammasini nima qildik? Bitta joyga yig'ib oldik-da. 64 dan ayiramiz 16 ni. Nech bo'ladi javob? 48. Mana topib qo'yish kerak. 26-savolimiz. Tomonlari shuncha va shuncha santimetr bo'lgan to'g'ri to'rtburchak shakldagi tunkani shuncha qismi qirqib olindi. Olingan bo'lak to'g'ri to'rtburchak shaklda bo'lsa, uning eni va bo'yi qanday bo'lishi mumkin debdi. Demak, qaraymiz. 26-misolimizda keyinlar mana bunday qilishga harakat qilamiz. Bitta tomoni 48 cm ekan va 36 cm ekan. 36 cm 48 cm. Yuzini topishim uchun men nima qilaman? 48 ko'paytirgan 36. Javobini topsak necha bo'lar ekan? Xo'sh, ko'paytiraylik chiqadi. 48 ko'paytirgan 36. 1728 ekan santimetr kvadrat. Uni qanday qismi qirqib olindi? Shuni nima qilaman endi?
1728 ni ko'paytiraman 1 taqsim 12 ga. Xo'sh, bo'lamiz endi. 1728 bo'lingan 12. Xo'sh, bittadan 12, 52 ni ichiga 4 tadan 48, 4, 48 ichiga yana 4 tadan. 144 santimetr kvadrat. Endi 144 chiqqan bo'lsa, qaysi sonlarni bir-biriga ko'paytirganimizda 144 chiqqan. Qani topib ko'ringlarchi. 9 bilan 6 javob 144 chiqadi javobimiz. A javobda bor. Chunki A javobimizda 9 kara 16 144 da. Shuni topib oldik. Xo'sh, 27-misolda o'zlaringiz ishlab olasizlar. Kelishdigan. To'sqanishib keyingi savollar ko'ramiz. Demak, keyingi savolni ko'rar ekanmiz. 28-savolga e'tibor beradigan bo'lsak, uchburchak berildi. Uchburchakni bitta tomoni 8,9 cm ga teng ekan. Bitta tomon shunga teng ekan, ikkinchi tomon undan shuncha qisqa deyapti. Qisqa bo'lsa nima qilardik? 3,2 ni ayrilgancha 5,7 cm. Uchinchi tomonimiz x ekan. Bu narsani formula usullariga o'tar ekanman. Shu x topishimiz uchun 8,9 ayrilgan 5,7 katta x kichik 8,9 qo'shilgan 5,7. Bu nima narsa ustoz desalaring, uchburchak tengsizligi deyiladi. Ya'ni katta sinflarda o'rgatiladi bu narsa o'zi aslida. Uchburchakning tengsizligi shunaqa o'rgatiladi-da. Demak, vergultani vergul tushadigan qilib ayirsam necha bo'ladi? Xo'sh, 3,2 x. Xo'sh, 14,6. Demak, x'imiz qanaqa sonlar bo'lishi mumkin ekan? X'imiz 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bo'la oladi. Yigirma 29-savolni ko'ramiz. Sizda 10 so'm pul bor. 29-misolda jami pul qancha? Jami pul 10 so'm. Qo'y necha so'm? 3tasi 1 so'm debdi. Qo'yning 3tasi 1 so'm. Mol 1 so'm. Ot 5 so'm. Siz shu pulga 10 ta qo'y, mol, ot oldingiz. Shu pulga 10 ta qo'y, mol oldingiz. Xo'sh, nechta mol oldingiz? Demak, qaraymiz, bolalar, 10 ta hayvon olindi-da. Olindi 10 ta hayvon. Nima degan tushunsam, 10 ta hayvon 10 so'm pulga 10 ta hayvon olinyapti. Demak, ot konkretni bitta olinadi. Ot bitta olinadi. Bitta ot qancha pul qoldi? 10 ta hayvon olindi. 2 so'mga nechta ot? 2 so'mga 6 ta 2 so'mga 6 ta qo'y oldi. Qancha pul qoldi? 3 so'm. Qolgan 3 so'mga sigir oladi. 3 so'mga 3 ta sigir. Demak, 9 bitta otni 10 ta. Demak, 3 ta mol olinganda javob. 30-savolimiz. 2023 ni 2023-darajasi qanaqa raqamdan tugaydi dedi. Demak, oxirgi raqam topishimiz uchun oxirgi raqamlarni paydo qilar edi. Demak, ketdik. 3 ta 2023-ni yozamizda, darajasini 4 ga bo'lamizmi? Darajasini 23 ni 4 ga bo'lsak qoldiq necha? Demak, chiqadigan natija 3 ta 3-inchisi yoki 27. Qanaqa raqam bilan tugaydi? 7 bilan tugar ekan. Shuni bilan sizlarda уже ikkita variantlarimiz qoldi. Bugun Mirzo Ulug'bek testlarini 8-variantini tugatdik. Nasib bo'lsa tez orada 9 va 10-variantlarni ham ko'ramiz. Ko'rishguncha.